Eng sevib mutolaa qilgan asarlarimdan biri bu Isajon Sultonning Abu Rayhon Beruniy romanidir. Asarda Beruniyning umr yo'llaridagi izlanishlari aks etgan. Asarni mutolaa qilish jarayonida Beruniy yoshligidan boshlab ilmni qadrlashi, bu yo'lda hech qachon charchamasligi, ko'p kitob o'qiganligi, topqirligi, zukkoligini ko'ramiz. Olim umrini faqat ilm izlashga sarfladi. Hattoki oila ham qurmadi. U o'z nafsini yenga oldi. O'lim to'shagida yotganda ham ilm olishga harakat qildi. Dunyoda insondan faqatgina ilm qolishini, beshikdan to qabrgacha ilm bilan shug'ullanish kerakligini isbotladi. Asarda Mahmud G'aznaviyning ham naqadar adolatli hukmdor bo'lgani, o'sha davr olimlariga qo'lidan kelgancha yordam berganligini ko'rishimiz mumkin. Hukmdor uzoqni ko'zlab fikr yuritishi, askarlarini ham har sohada sinab ko'rishi haqida asarni o'qish orqali ma'lumot olasiz. Isajon Sulton ham bu asari orqali Beruniyning naqadar buyuk siymosini yarata oldi. Asarda olimdan vujud nima deya so'rashganda, u sezgi a'zolari bilan bilinadigan va o'z holicha mavjud bo'lgan barcha narsadir. U o'zining o'rnida turadi, makonda hajmiga munosib yerni to'ldiradi va bu o'rinni boshqa biron narsa egallab olishiga to'sqinlik qiladi deya javob beradi. Aziz kitobxonlar, asarni o'qish orqali siz o'zingiz qiziqtirgan savollarga aynan mana shu asar orqali javob topa olasiz. Bu asar yoshlarimizni bilim o'rganishga va yangidan yangi kashfiyotlarni maqsad qilib olishga ruhlantiradi. Asarning xotima qismida Isajon Sulton siz aziz kitobxonlarga quyidagilarni yozib qoldirdi. Umr nihoyasiga yetayotgani kabi, mening asarim ham poyoniga yetdi. Qalam tugab, siyoh quridi. Kamina Allohning haqiru faqir quli. Ushbuni o'qiguvchi barcha kishilarga Tangrim sizdan rozi bo'lsin deyman va uning nomi ila o'tinaman. Alloh barchamizning gunohlarimizni mag'firat etsin. Xatolarimizni kechirsin va ayblarimizni berkitsin. Ushbu kitobdan birozgina bo'lsin bahra olgan kishilar men faqirni ham duolariga qo'shsinlarki, shoyat xatolarim va ayblarim avf etilib, olamlar Parvardigorining marhamatiga erishsam. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin deya yozib qoldirdi. O'ylaymanki, yozuvchining bu romani kelajak avlod uchun muhim bir manba bo'lib xizmat qiladi.